19 asrning o'rtalarida Şotlandiyaning poytaxti Edinburgh shahriga yaqin bir joyda Alexander Killian Bell ismli bir bola bo'lib, u har kuni maktabdan qaytib kelibla opasining yonida o'tirib pianino o'rganatdi. Acep yaxşı çaldın Bel. Dadan qaytib kelganda chep beri. O çoqum hayran qaladı. Apa, meni müzik ko'rgiga qachon olib borsa? Dadanın vaqti chiqsila. Amiz cho'qim a? Apa, men endi birdan o'ynab kiray-a? Bo'ladi balam. Patraq qaytib kirgan jumo, ha? Ma'qul. Yohan ismli bu kichik Bellning eng yaxshi hamrosi edi. Yohan, men sana gap qilishni o'rgatdim. Esingda chung tutchimi? Obdan o'rgansang, men sana kampit berma. Uqdingmi? Ha? Uqdingmi? Degina. Yo'q, hav desang bo'lmaydi. Da. Degina. Bellning dadisi mashhur tilshunos. Shundaqla ig'iz harakatiga qarab so'zlashni tunji tadqiq qilgan odam edi. Ig'iz harakatiga qarab so'zlash deganimiz gaskatchilarning ig'iz harakatiga qarab til o'rganishiga qartilgan. Bell dadisiga nihoyat hurmat qiladi. Hamda cho'ng bo'lgandan keyin dadisiga o'xshash ish qilishni orzu qiladi. Hozirgi ishtiqi gap o'g'itishi dal shuning uchun qilayotgan mashq edi. Rost, sizlar ishnamsizlar, o'g'atsa, ishtmi